Ha, to'yimdan keyin men ozib qoldim, lekin ko'chada ko'rgan har bir kishi "Voy Zara, qiynalyapsizmi? To'y bo'lish oson emas ekanmi? Kelinlik qanday bo'lyapti?" deydi. Ha, turmushga chiqib judayam azob chekyapman deyishimni kutuvdingizlarmi? Yo'q, albatta. Nima? Har bitta qiz bola kelin bo'lgandan keyin azob chekadi deb tushuniladi. Nima uchun? Nimaga ozib qolsa agar bu qiynalyapti deb tushuniladi. Bizani o'zbeklarga hurmatli qizlar, hech qachon turmushga chiqayotgan payt negativ fikr bilan turmushga chiqmang. Kelinlik qiyin, azob chekiladi deb bunaqa fikrni olib tashlanglar. Atrofdagilaringiz ham shu gapni aytsa, hech ham unaqa emas. Har bir narsa qiz bolani, ayol kishini qo'lida hayotini baxtli qilish yoki hayotini yomonlashtirish. Bu dunyoda hech kim yomon inson emas. Hech bir inson, har bir insonni ko'nglini topish, har bitta insonga yaxshi muomala qilib tushuntirishni iloji bor. Kelin bo'lish yomonlik emas. Bu yangi hayot, yangi sahifa, yangi mehrlarni o'rganishdir. Ayol qayerda bo'lsa, o'sha joyga fayz olib kiradi. Baxt tayyor holatda hech qachon kelmaydi qizlar. Uni ayol o'z sabri, shirin muomalasi, duosi va sevgisi bilan yaratadi. Har bir ayol unutmasinki, siz zaif emassiz. Siz bir oilangiz yuragisiz. Ba'zan sinovlar bo'ladi, tushunmovchiliklar bo'ladi, lekin mehrli ayol eng sovuq uyga ham iliqlik bera oladi. Baxtli bo'lish yoki bo'lmaslik ko'pincha o'zimizni qanday qadrlashimizga bog'liq. O'zingizni seving, qadrlang va unutmang, siz ham baxt uchun yaralgansiz. Men turmush tarziga rioya qilayotganligim uchun shunday o'zib ketdim. Bu degani, ya'ni kelin bo'lib, nima deydi, azob chekyapti degani emas. Sizningcha siz qanday fikrdasiz? Turmushga chiqqanlar sizlarga ham shunaqa g'alati savollar beradilarmi yoki только mandami?